Chelsea muxlislari uchun noxush xabar. Xabaringiz bor, Chempionlar Ligasi guruh bosqichining so'nggi turida Chelsea Napolini yengib 8dan 1 final bosqichiga yo'l oldi. Endi muammo nimada desangiz, 17-18 mart kunlari Chempionlar Ligasining 8dan 1 final bosqichi o'yinlari bo'lib o'tadi. UEFAning bitta qoidasi bor, ya'ni bir kunda bir shaharning ikki jamoasi bir kunda o'ynashi mumkin emas. Bu UEFA qoidalarida bor va mana shu jihatdan Chelsea o'ziga boshqa stadion tanlashiga to'g'ri keladi, chunki Arsenal hamda Tottenham jamoalari guruh bosqichida Chelseadan ko'ra yuqoriroqda o'sha natijalar bilan yakunlagan. Mana shu sababli qaysidir ikkisi bilan birga tushib qoladigan bo'lsa, Chelsea o'ziga boshqa stadion topishi kerak. Yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, o'sha Londondan 50 km radiusdagi stadionlar Chelseaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni u boshqa shaharga borib o'ynashiga to'g'ri keladi. Endi bilamizki, ayniqsa Chempionlar Ligasida o'z uyida o'yin o'tkazish baribir jamoalarga qanaqadir ustunlik beradi, lekin Chelseada bitta imkoniyat bor. UEFAga bu bo'yicha o'sha murojaat kiritsa bo'ladi, lekin UEFA buni qo'llab-quvvatlaydimi yoki yo'qmi, bunisini bilmadim. Qanaqa fikrlaringiz bor, kommentariyada yozib qoldiring hamda sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.